Yetim muhabbet 6. kısım. Men uyga kirdim. Dadam, apam. Bulupmu dadamdan bekerek apamның çırayı tutulup qalğan edi. Men ularning yeniga kelib o'ltirdim. Dadam mendan: "Ha, qandoq bo'ldi? Filora nima dedi? İşlarni biz deganda qilgansan, ha?" Biz dada, apa, biz uyni shixiti ep bo'ldik. Voy, nim deysan? O'ttuzkor. Seni beqib cho'ng qilib, mana hozirgacha sendan bir narsa talab qilib boqqanimni bilmayman. Biroq mushu bir qatim, faqat mushu bir qatimni sana degan mushu ishni yanala o'zingning xohishi bo'yicha qilsan. Voy, endi men qanday qilaman? Bo'ldi, qil. Senmi bu ishni bitirib bo'psan? To'y dal vaqtida o'tkazilsin. Senmi tayyorlik qil. Nazokat qizim bilan ikkisi aksingildek o'tgan. Bizmi bek oshirib etmayli. Bundaq yaxshi qiz, bundaq yaxshi qudular doim uchravermaydi. Nazokatga o'zim bir narsa deb qo'yay. Dada, apa, men nazokatga deb qo'ydim. Umi ranjimaydiganligini aytdi. Biroq men to'y qilib bo'lgandan keyin agar hammamga bir ish bo'lib qolsa, nazokat bizning uyda tursin. Uning bundan keyingi ishlarning hammasiga o'zim ega bo'laman. Amsa menmi chiqib orom olay. Dada, apa, sizlarmi baldur orom elinglar amsa. Men shundoq deb yotoq uyimga kirib birdan xiyol surib o'ltirdim. Qilayotgan ishlarimning to'g'ri yoki xato ekanligini o'zim bilmasammi, biroq yangi bir hayotim boshlanish oldida turayotgan mush daqiqada o'zimning hayotimda besib o'tgan nurg'unlagan azoblik, hijronlik yo'llarni besib o'tganimni eslab o'ltirib, tuyuqsiz akamni bekla seg'indim. Agar umi bo'lgan bo'lsa, mening baxtimga jo'r bo'lgan bo'lsa, mening baxtli bo'lishimni orzu qilgan bo'lsa, nima degan yaxshi bo'ladi-ya? Men mushlarni o'ylab, ko'zimdan yoshlarim serg'ib tushdi. Chunki akamni bekla seg'ingan edim. To'g'ri, dunyoda qarindosh mehriga yetadigan o qadar chunqur, o qadar go'zal bir mehr muhabbat bo'lmasa kerak. Lekin men cho'qim yaxshi qila olmayman. Yaxshi o'g'il, mas'uliyatchan er, kuyimchan dada bo'la olmayman. Tirishiman, ham tirishyapman. Shunday qilib, mening to'yim shanba kuni dal vaqtida o'tkaziladigan bo'lib, to'yning tayyorligi bilan butun ishga oildagilar aldirash bo'lib ketdi. Menmi Filoraning mening yot tamlashgudek ishim bo'lsa, kuchimni Filoradan aymadim. Nazokatning qo'llashi menga o'zining aksiga o'xshash ko'rinishning orqasida hamma ishlarim shundoq o'ngishli bo'ldi. Dadam apamning xushallik kulgisini ko'rib, men bekla xushal bo'ldim. Biz bir muncha tayyorlik qilib, nurg'unlagan ma'nisiz ko'ngil og'riqi, ko'plagan xato tushunishlardan keyin, nurg'unlagan tushuniksiz planlardan keyin bizning to'yimiz bo'lgan shanba yetib keldi. Mening baxtimga jo'r bo'layotgan, mening xushalligimdan tang bahramand bo'layotgan, menga dunyoning baxtini his qildiradigan dadam apamning hayajonli kulgisi bilan to'yim boshlandi. Men odatdagidan bekarek xushal edim. Hayotimda tunji qitim odam qaltis bo'lsa, jamiyatda o'rni bo'lsa, qanchalik yaxshi bo'lganligini his qildim. Chunki yondagi cho'ng apashlarning mening haqqimda meni maqtab deyishayotgan gaplari qo'lqimga kiryotdi. Shundoq, odam hayotida cho'qim yashashning go'zal ma'nosi bilan yashash kerak. Biroq men o'zimni doim yaramasdek, qo'lidan ish kelmaydigan bir oqlanchidek his qilardim. Bugungi bu gap so'zlardan bildimki, nurg'un kishilarning qalbida men qaltis bir odam ekanman. Mening hayotimdagi hayotda yashag'usi borlar nihoyat ko'pkan. Ammo mening bu turmushimning biror yaxshi yerini bilmayman. İnsan mangu erishganlardan rozi bo'lmay o'lib ketadi degan rost bo'lsa kerak. Dadam atdeganda xizmatga ketsa, kech bo'lganda keladi. Yoki biroqla shirkatida komandirovkaga chiqib ketib, bir oyda qaytib keladi. Apam bo'lsa, kunda bir necha g'ayvatxo'r do'stlar bilan g'ayvat qiladi.
Ya bo'lmasa o'zini baxtli ko'rsatib nochilik qiladi. Ham yana bekardan bozorga chiqib kiyim sotib oladi. Apamning kiyim-kechaklari haqiqatan bek ko'p. Dadam bir oy uyga kelmay qolsa, shirkatda men qaranchuqdek o'ltirib turaman. Barliq ishlarni dadamning yordamchisi hal qiladi. Mehr muhabbet yo'q oilaning bundoq boy bo'lgani bilan nima ma'nosi bo'lsin? Ba'zida dadam uzun yo'qab ketib qaytib kelsa, apam o'zini chaqlamay uni buni deb dadam bilan urushdi. Ondan dadam apamni toza urib qo'yib yetib qoladi. Mushundaq vaqtlarda men bekli biyaram bo'laman. Hatto nim qilarimni bilmay qolaman. Shunglashqa men bundoq turmushning yaxshi bir yerini bilmayman. Balkim menmi baxt ilkida turib, haqiqiy baxtni his qilmagandiman. Mushlarni o'ylab tursam, bu zalning ikkinchi qavatiga qo'yilgan pianinodan yilqi tunji suyganim bilan ikkimizli bildigan muzika chiqishga boshladi. Muzika chilayotgan odamni Flora deb o'ylab bo'lib, bu o'yimdan cho'chib ketdim. Umu Mariga zalda bo'lish kerak-ku. Mening emas, o'zlari murosim qilayotgan Mariga zalda bo'lsa to'g'ri bo'ladi. Men shundoq o'ylab, ikkinchi qavat tarafga qarab mangdim. Ketayotsam, oldimda Farruh degan do'stim paydo bo'ldi-da. Zulfiqar, adash, to'yingga muborak bo'lsin, ha, muborak bo'lsin. Chechimni yostiman deb kechikib qoldim. Kechir birodar, ha? Yaxshi adash, o'zingchi yaxshi turgansan. Ay, yoqqa hech qis yo'q. Men bir yerga oldiraytdim. Voy, nega oldirawatsan? To'xtab tur. Bir parcha rasmga tushib qo'yaylik deyman. Chambarakka chiqirman, chambarakka. Hozir hammasining ko'zi mush to'yda. Shu topda atrofimda meni bir muncha do'stlarim orig'i elib olgan edi. Muzikaning men biladigan qismi tugab, eng oxirgi avjizga chiqdi. Mana, muzika oxirlashay deganda ularning orasidan chiqib, ikkinchi qavatga qarab yugurishga boshladi. Yuragimning naqadar hayajonli bir his tuyg'uda so'qotganligini faqat bir o'zimni bilaman. Bütün zaldagi kishilarning orasida birasimi bu muzikaga diqqat qilmagandek qiladi. To'g'ri. Bu muzikani faqat menla his qila olaman. Bundaq tuyg'u faqat menda bo'ladi. Mana bu muhabbat. Mana bu yaxshi ko'rish. Mana bu haqiqiy sevgi edi. Aşıqni faqat ma'shuqla mushundaq his qila oladi. Mening tuyg'um xato emas. Bu yerga Flora cho'qim keldi. Muzika chilayotgan cho'qim Flora. U meni tuyuqsiz xushal qilmoqchi ekanda. U bekli suyimlikchimi? Biroq u qandoqsiga? Uning asli ismi Lola emasmidi? Mayli u kimli bo'lmasin, mening tuyg'um xato emas. Uning kim bo'lishi muhim emas. Muhimi u buningdan keyin mening ayolimla bo'lib qolmasdan yana bolalarimning opisi bo'ladi. Men bilan jafo mushaqqatda bilib bo'lgan qiz dal mush qiz shu. Men cheksiz hayajon bilan pianino qo'yilgan uyga chiqdim. Biroq men uning ichida hech kimni ko'rmadim. Muzika allaqachon oyoqlashib bo'lgan. Bu uymi qop-quruq turadi. Mening xatosizimda bo'lib qolishim mumkin emas. Demisimi aniqla anglagan tursam, bu herkesmi mumkin emas. Ko'nglimda Florani ketib bo'lgan o'xshaydi deb o'yladim. Ammo mumkinmi? U qandoqsiga bu yerga kelgudak? Uningmi o'z oldiga mehmonlar bor tursa? Biroq men har qancha o'ylabmi tegiga yetamadim. Shundoq qilib, men pastga tushsam, dadam opam meni topolmay jila bo'lishib turgan ekan. Hey, nonqipi! To'y bo'layotgan odam neden nemish qilib yuraysan? Kallang joyidimi sening? Qiz yetkazili bor emas. O'zingni tuzashtirib, yaxshi tayyorlik qil. Qudilarga yaxshi ta'sir qoldir, tushundingmi? Ha? To'ying bo'layotsa, nalar chipib yuraysan deyman. Hey, Shu, qani bu yoqqa qara balam, men qarab baqay.
Çapınыңның tügmüsünü itib al, salapetlirak görünüsən. Mayaqqı qara, mana bo'ldi. Appa bo'ldi qil. Dadangның gepini esingda chang tut o'g'lim, ha? Menga yana o'shiq ishtirib berma, bulamdi balam. Shunda qilib, biz Flora tarafga qarab, kulki chaqchaq, nag'ri sunay, naqshi muzika ovozi bilan mangdiq. Bunda hashamatli to'yni o'zimni ko'rib boqmagan edim. Dadamning qadinas do'stlarining o'g'illari mening og'inam sübtida bu to'yga kelgan edi. Ularning ko'plarini tonimasammo, ammo ular to'limi sho'x bo'lg'achqa to'yimni xilila qizidi deyishga bo'ladi. Biz oldiga kelganda bir to'p qizlarning nurg'un o'tganlardan o'tib ichiga kirdik. Uning ichida Flora oppoq to'y ko'ynak ichida men qarab o'tiradi. U bugun bekli chiroyli bo'lib ketgan edi. Hayronman. Necha vaqtdan uningga sapsilib qarab boqmagan bo'g'aymidim. Ya bugun shundoq chiroyli bo'lib ketdimikin, ha? O'zimni hayron qolgan edim. Floraning go'zalligiga qarab, hamda o'zimga bo'lgan ishonchim texmi oshdi. Chunki uningda bor go'zallik xeyli ko'p odamlarda yo'q edi. Men uning yeniga borganda, uning dadisi menga: "Balam, qizimning qanchalik o'shoq, qanchalik o'zbeshimchi ekanligini men bilaman. Uning eski mijozlarini sizdan yo'shirmayman, balam. Biroq qizimning jasoratiga men o'zimni qo'l qo'ymay turolmayman. Uni shuncha yildan beri nima desa shuni qilib berib beqib cho'ng qildim. Mening bu umoq malikam bugundan boshlab mendan sizga omonat. Şuna sizden onun kuyunu, onun halidan yaxshi xabar elishingizne bekli ümit qilman balam. Gepimni esingizda ching tuting, ha? Bir dadaning qizini yotliq qilish oldida menga buncha yig'lab turib taplaganligini ko'rib, bundan keyin zimmamda naqadar ig'ir bir yukning borligini qaytadan his qilib yetgan edim. To'g'ri, bir qizni beqib cho'ng qilish oson ish emas albatta. Men Floraning dadasiga bir muncha va'dalarni berdim. Dal shu vaqtda Floraning opasi bir yoqdan yig'ilgan peti yugurib keldi. Dadasi, kichik qizimiz bir yerga beribdi-kan. O qaytib kelguncha qatnash vaqasiga uchrabdi. Hozir doktorxonadan kelgan telefonni topshirib oldim. Endi qanday qilamiz? Men Floraning singlis baliqini endi bilib o'tdim. Biroq to'yda yuz bergan ishni qarmamsiz. Hamma odam bir-biriga bir nimlarni deb pichirlashyotdi. Faqat Flora ikkimizla nim qilarimizni bilmagan edik. Biz to'yni davomlashtirdik. Floraning nevra aksi bilan hammasi doktorxonaga bordigan bo'ldi. Mushunda qilmaymi nima amal bor deysiz? Shunda xushal-xuram davomlashayotgan bu to'yda bundoq ish yuz berib, hammamizning kayfiyati buzilgan edi. Bo'libmi Floraning opasining bundoq tit bo'lishiga qarab, uning kichik qiziga naqadar amriqligini bilgil bo'ladi. Lekin Flora uningdan ko'ngli yerim bo'lmoqda yo'q, xuddi dadamga o'xshash ish buzdiganlar yo'qolsgan degandek turadi. Floraning do'stlarining ko'pinchisi uni bir narsa deb tillayotganda qilishadi. Ammo to'y shunchalik xushal davomlashdi. Men bu yerda bir ishni bilib qoldim. Eng hayron qolganim bo'lsa, dadam bilan Floraning dadasining tuzgan to'xtami bo'ldi. To'yning rasmiyatlari oxirlashib, Floraning dadasining shirkati bilan dadamning shirkatining bugundan boshlab hamkorlashganligi ham shundoqla ularning foydasining 10% mening kartamga, 10% Floraga kirdiganga imzolashdi. Agar bundoq sodiga deyishgan to'y ekanligini beshida bilgan bo'lsam, men hargizmi bundoq aldirab to'y qilmagan bo'lardim. Lekin Flora degan mening tunji so'ginim tursa, shunglashqa bu qo'sh-qo'shallikning bo'g'inimi yaxshi bo'ldi deb o'yladim ichimda. Biroq rostli g'ururimga tekkan edi. Biz endi mangayli deb tursak, o'ruq, egiz kelgan, qarmoqqa po etibla jon boqadigandek ta'sir berdigan, chiroyi qaramtul kelgan bir bola eshikning oldini to'sdi. Uning chiroyi to'limi qat'iy turadi. Uning oyog'ining rangining unib ketganligiga qarab,
turmushning tasti o'tilganligini faraz qilish qiyin emas edi. Buni ko'rgan Floraning chiroyining tatirib ketganligini aniq ko'rib olib bo'ladi. Hatto qiynab qilib olgan girmimo uning chiroyidagi tashvishni bosolmagan edi. Bu bola o'dil mening oldimga keldi. Bu to'yni qilishga bo'lmaydi. Agar cho'qim qilamiz deydigansizlar, avval meni o'ldirib etinglar. Yetim muhabbet 7-qism. Shundaq. Hayotda nurg'un ishlarning hisob kitobi qilinmaydi. Masalan, xato bosgan qadam, xato tunishgan kishilar, hatto xato mehr bergan kishilar degandek. Nurg'un vaqtda bizning qila oladiganimiz faqat sukut qilish. Bizning o'ylaydiganimiz faqat eng hurmatga sazovor kishilarimizning nazarimizdan tushib ketmasligi. Ishongan kishilarimizning ishonchsiz chiqib qolmasligi uchun biz nurg'unlagan xatolarning javobini so'ramaymiz yoki so'rashdan voz kechamiz. Shu sababli biz balkim bir umrlik azobga mubtalo bo'lamiz. Ba'zida odam bek oq ko'ngil bo'lsin bo'lmaydi deb qarayman. Chunki hayotda eng oq ko'ngil kishilar eng chunqur azoblarni yeydi. Balkim bizning nurg'un fursatimiz bizni qadamda bir nafsiga cho'q tortayotgan. Murodiga yetish uchun vosita tanlamaydiganlarning qo'lida yo'q bo'ladi. Men boshda deganimdek, hayot yolg'on bilan to'lgan bo'ladi ekan. Ba'zida atrofimizdagilar emas, bizning yonimizdagilarmi bizga nashtar bo'lib sanjildi ekan. Nurg'un vaqtlarda biz o'zimizni aldab qo'ydik ekanmiz. Taqdir shundoq bo'lsa kerak deb barliq ishlarni taqdirga otib qo'yish bilan ko'nglimizga tasalli topgandek bo'lsaqmi, lekin yuragimizga har bir qitim o'rnab maqan izlar bizni o'zimizni tunayolmagudek darajada o'zgartirib ekan. Men shundoq o'ylayman. Hayotda cho'qim nurg'un ishlarning badali bo'ladi. Yolg'onlarning, xiyonatlarning, ish qilib eski yomon ishlarning hammasining mutlaq badali bo'ladi. Bunun badali aniqla ko'ngil yarasi bo'ladi. Cho'qim yig'latqinidan bekerak yig'lab qoladi. Shunga deyman, hayotdagi olgan har bir qadamni ehtiyot bilan elish lozim. U notunish yigit oldimga chekchiyib kelib, Bu to'yni qilishga bo'lmaydi. Agar kimki bu to'yni qilman deydi ekan, avval meni o'ldirib etinglar. Flora degan mening xotinim. Men Florani yaxshi ko'raman. U faqat men bilan to'y qilish kerak. To'g'ri, mening ko'p pulim yo'q. Biroq Flora, men sizni cho'qim baxtli qila olmayman. Mendan bundaqla ayrilib ketmang bo'lamdi, ha? Dadam opam bu gapni anglab, ko'zining qarisi chiniqidan chiqib ketayil deb qolgan edi. Floraning dadasi bilan opasining chiroyimi tasvirligisiz darajada o'zgarib ketgan edi. Men bo'lsam, xuddi hammasi mening javobimni kutayotgandek tamtirab turardim. Men ularga oldimda turgani qiz bola emas, bir o'g'il bola. Buni tushuntirishga tegishliki Floraga deyman degandek turardim. Dal shu vaqtda Flora Nimaga tamtirab o'diqsizlar? Bunday qishlar faqat kinolarda yoki asarlarda bo'ladi. Bu yerda turganlar aniqlar, uni mening burunqi yigitim deb o'ylab qoldinglar-ku deyman. Bu yoq bo'lsa mening navrakam. Bizning yiroq tuqunimizning o'g'li. Uning kallasi 4 yoshida turmuzlanib qolgan. Ta hozirgacha 4 yoshlik aql bilan yashab kelyapti. Biz kichik vaqtlarimizda doim arayal bo'lib o'yin o'ynaydik. Bunday o'yinni sizlarmi o'ynab boqqan bo'g'aytinglar? Kichik vaqtda odam nima ishlarni qilmaydi deysizlar. Shunga u meni hozirmi o'zining xotini deb qaraydi. Biroq bumi uning xatolik emas-da, shundaqmi? Bizning uni to'yga qatnashtirmaganligimiz uning to'yini qalaymiqan qilmaslik uchun edi. Shunga ko'pchilik bo'ldi, ortiq o'ylamanglar. Sizlar bir nechanglar akamni uyga olib qo'yinglar. Zulfiqar, sizmi xato tushunib yurmagansiz-a? Men Floraga qarab, yo'q degandek boshlanishdim. Ikki yigit
bu balani so'rab tartib olib chiqib ketdi. Uning davatgan gaplari faqat meningli qulqimga kiryotdi. Boshqalarning hammasi Filoraning deganlariga ishonib ketishgan edi. Biroq men Filoraning topgan amaliga, rol ilish mahoratiga, eng qisqarligi odamni hayron qoldiradigan o'zini tutilish iqtidoriga qarab bekla hayron qolgan edim. Buni faqat mening nazokat bilan bo'lgan ishlarimni anglab, jiddiy paytda shuni ozroqla o'zgartib degan edi. Yana kelib, buni faqat menla biladigan edim. Shu topning o'zida men qaysisiga ishonishni rostla bilmagan edim. Filoradan nemishqa gumon qilaman. Nemishqa men ko'ribmi boqmagan, hatto tunmaydigan biriga ishongandiman. Bundoq bo'lsa qanday bo'ladi? Men untunsiz to'y kunlar ko'z oldimda yolg'on so'zlagan bu ayolni mangulik jo'ram qilib betlab ketayotganimga o'zimningmi ishongim kelmadi. Balkim hayotning, taqdirning chaqchiqi shundoq bo'lamdigandi. Men Filora bilan hujraga kirib, oxiri of dedim. U kiyimlarini almashtirib o'tdi. Menmi kiyimlarimni almashtirib uningga. Filora, uydagilarga telefon urib qo'yamsiz. Bu kechida nima deb telefon uraman? Ularni bekordan ansirdi. Deyman-ku hamda shu singlingizning ahvolini so'rab boqmamsiz. Siz singlimni ko'rib boqmay turib ajab ko'ngil bo'lib qapsiz-ku. Voy, yaqay. Sizning singlingiz mening singlim. Shunga deyman-ku. Uning jenichang hech bo'lmaydi, xotirjam bo'ling. Bo'ldi, aramalaylik. Shuna qilib biz bir yostiqqa bosh qo'ydik. Ba'zi ishlarda Filoradan gumon qilgan bo'lsam-mu, jazmlashtiramadim. Birdan bir bilginim u qiz emas edi. Shuning bilan men uningdan. Filora, men dadangizga va'da berdim. Sizni bir umr qo'dayman, sizga mangu ko'yinaman, asrayman. Sizlar meni tashlab ketmasangiz, men tashlab ketmayman. Biroq, menga rost gap qiling. Sizning qizliqingiz qani? Bugungi to'yda kelgan yiliq yigit sizning nevra akangiz emas shundaqmi? Sulqar. Meni xijil qilmang bo'lamdi. Mendan bundaq deb so'rma. Elimni sizdan qo'rqib aran turyapman. Men bundan keyin sizga sodiq bo'laman. Faqat sizni yaxshi ko'raman. Faqat mening mush ishimni yuzimga solmang. Meni kechirib etsangizlar, sizni menga hurmatlayman. Shu meni qiynamoq bo'lardi. Sizdan o'tinib qolay. Biroq bugungi rostilla mening nevra akam. Undaq odam bilan bundaq ishlarning yuz berishi mumkinmi? To'g'ri. Sizning xijil bo'lganligingizni bilaman. Yaxshi qiz ekanligingizni bilaman. Men sizga siz nima desangiz shuningga ishonaman. Biroq menga taalluq bo'lgan omonatni kimga berganligingizni bilgim bor. Faqat bilib qolaman. Meni bilsiz, sizdan ajrashmayman. Men ota-onamning yuz obro'yiga bek diqqat qilganligini bilaman. Yana kelib, dadangiz bilan dadam hamkorlashib bo'ldi. Ularning ishining suvi chilishishini xohlamayman. Menga ishonamsiz, Filora? Ishonaman. Undaqda xijil bo'lmang. Qani bir boshdan boshlang. 18 yosh vaqtimda men davomli o'rlab o'qishdan voz kechdim. Chunki men dadamning savdosiga yordamlashib, Isilxon qiz bo'lib o'tishni arzu qilardim. Maktabda japa tortib o'qimsam-mu, dadamning puliga bir umr yetib oshidi deb o'ylaydim. Dadam opam xiyli qarishtirgan bo'lsa-mu, maktabda to'la jidal chiqarib, oxiri maktabdan o'zlarimni qo'g'layotdi. Shuning bilan men jamiyat nomli bu qo'rqinchli shayga qadam qo'ydim. Rostini desam, dastlabda bir xil zerikish his qildim. Qiladigan ish yo'q. Dadam opamni qag'ishtib yurib, mashina oldim. Dadam meni jamiyatda o'ynab yursam bo'lmaydi deb shirkatdan bir kishilik xizmat berdi. Bu xizmatni qilsammi, qilmasammi maash kartamga pul kirib beradi. Barg'an seri mening atrofimda do'stlarim ko'payishga, o yo'llarim jixlashga boshladi. Shuning bilan men bir qator do'stlarim bilan birga o'ynab yurdim. Bir kuni mendan yoshda xilili cho'ng bir do'stim bor edi. Meni bir so'ringa chaqiribdi. Taki shu kungacha men bir o'g'il bolani ko'zgimga elib baxmagan. Nazarimga faqatla ilmaydi. Men kasam, mening bir ishki do'stim
yana to'ttak o'g'il bola o'ltiribdi. Mening mijozim ochiq yo'q bo'lg'ashqa, ular bilan tezla chiqishib ketdi. Bularning orasida biri menga bekli yiqib qoldi. Uning ko'zlari to'liq xumarliq. O'zi uruq, egiz, qalam qash, lavlari qip-qizil bola edi. Onun bilan shu yerda undilarga qo'shib oldik. Keyin u meni to'liq istaydigan, menga to'liq uchir qiladigan, yana dahi meni bek ko'p tomoq taklif qiladigan bo'lib qoldi. Men bora-bora uning shunday qilishiga ko'nib qoldim. Şunu bilen biz özümüzmü bilmegen asasda muhabbetleşip kaldık. Bir günü ziyerkip oltursam o bana telefon uruptu. O bana keyfiyatının pakatlı yaxşı emasligini, şoňlaşqa öyde yalğız ekenligini, meni özüge emre buluşumni aytdi. Menmi köp oylamayla maqul bop onun öýüge bardım. Onun öyi tolımı çıraylık bezelgen. Çoğunlu bir öyüydi. Men içige kirip olturup, onu bilen moğduşup gitadigan vaqtda bu öyünün bir aşkıçını bana berdi. Şunun bilen biz daim onun şu öyde görüşüdigan bop qaldık. Men bara özümni obamızı yaşayamaydigandek his qiladigan bop qaldım. Bir günü onu sığınıp, onun o öyüge bardım. Çünkü bir gün onun bilen aloqalashmay bekli titib bo'lib ansirab qolgan edi. U jiq ichib olgan bo'lsa kerak. Meni saqlab g'iqqida masbata o'ltiribdi. Filora, meni rostla yaxshi ko'ramsiz? Nima uchun ko'p ichib oldingiz? Bekli yaxshi ko'rman. Undaqda men bilan bil bulamdı. Hey, unda qilma. Bizda to'y qilmagan tursak, bunda qilsak bo'lmaydi. To'y? To'ydan mushu yaxshi ko'rishma. Mushundaq yaxshi ko'ramsiz? Ko'zimdan yo'qling. Yo'qol. Biz endi izlashmaylik. Şunu bilen mening aqlimdan, hissiyotim, muhabbetim üstün turgan bo'lsa kerak. Onun bilen shunday qish qildim. Onun keynidan-chi? Keynidan bizning bunday munosabatimiz pek uzun davom qilmadi. Asli o to'y qilib bo'lgan, hatto ishki bolasimi bor biri ekan. Şunday qilib, men shirkatda o'tirsam, o'tirib qo'y ko'zlik biri ishxonamga usibli kirib, yuzimga bir mo'jiz suratlarni otdi. Anda meni hadab tillashga boshladi. Sen bo'lmagan bo'lsang, mening ishki bolam bundoq yetim bo'lib qolmaydi. Nimishqa mening turmushimni buzasan, ha? Qarasam xeyli tuzuk oilaning qizi ekansan. Nimishqa bundoq qilasan, ha? Sen mi keyin to'y qilasan? Mening beshimga kelgan ish chuqum seningmi beshingga keladi? Nomus qilmaydigan. Eng yaxshisi erimdan yiroq tur, bildingmi? U shundoq deb, yo'q, uning nomusat gaplar bilan bir mo'j tillab qo'yib chiqib ketishiga men o'shimdan ketibdimmi? Dadam bu seçilikni qandoqmi ko'tara olasin? O axirib yetib qoldi. Keyin men bir haftadek sirtqa chiqmadim. Şunu bilen keyin onun bilen aloqalashamadim. Eliqi uyinimi boshqalarga ijaraga berib etibdi. Men onu bekli ko'p izlagan bo'lsam-mu, onu faqatla topolmadim. Nimalar bo'lmasin, o mening tunji muhabbatimni, o'g'illarga bo'lgan ishonchimni bir meningla emas, yana ishga ayolning hissiyotini oldigan edi. Ondan nafratlanaman. Şoğlaşqa men onu pek köp izledim.
maqsadim bo'lsa badal to'latmoqchi edim. Biroq ish nadan topolmadim. Bugungi yilqigit rost akangizmi? Rost. Sizga va'da beray Zulfiqor. Sizga faqatla yolg'on so'zlamadim. Filoraning buncha ochiq hasrat ham azob bilan, yana cho'nqur nafrat bilan so'zlaganiga qaraganda u rost gap qilgandek qiladi. Men mo deganim bo'yicha ortiq gap qilmadim. Uni bu joyga yolg'iz tashlab qo'yib, o'qishga ketganimga pushaymon qildim. Endi men uning jarohatlangan qalbini saqaytqum. Yarasiga malham bo'g'im keldi. Chunki men kechirmasam-mo, endi bu turmushda bundoq asali kenimga yanolmaydi. Yetim muhabbat 8-qism. Jarayon natijadan muhim hayotda bizning o'ylab baxmagan ishlarimizning hammasini nurg'un vaqtda o'zimizni bilmagan holda qabul qilishga majburmiz. Hayotimizning ma'lum bekatlarida bizni azob, jafo mushaqqat saqlab turdi. Ko'pincha bekatlarda bizni kutib olganlarning hammasi bizni sinash uchun qo'yilgan sinoq ichidagi badal bo'ldi ekan. Biz hamma bekatlardan o'tib, eng oxirgi nuqtaga kelganda ko'rganimiz baxt bo'lsa-mo, dal mana shu vaqtda hayot tugaydi ekan. Ya ishonch. Ish qilib, baxtning vaqti to'liq qisqa bo'ldi ekan. Men hayotimda texi akamni seg'inishdan boshqa cho'ng bir azoblarni tatmagan bo'lsam-mo, biroq Filorani qo'llayolmadim. Uning uchun eng yaxshi ishlarni qilib bermaganim uchun o'zimdan to'liq nafratlandim. To'g'ri, u menga ishonadi, meni tushunadi. Bir umr menga ergashadi. Men uchun nurg'un ishlarni qiladi. U degan mening baxtim. Shundoq, ba'zida o'zimni to'liq baxtli his qilaman. Vaqt naqadar tez o'tgan-a? Mana bizning to'y qilganimizga-mo 5 deguncha ish qaytib qoldi. Biz to'y qilib 15 kun bo'lganda Nazokatning opasi, ya'ni mening hammam bizni tashlab, bu rahimsiz dunyoni tashlab, kasal azobini tashlab ketib qoldi. Dastlabda Nazokat bekla tuyishib ketgan bo'lsa-mo, biroq bara yaxshi bo'lib qolgan edi. U bizning uydagi hamma qoidalarga ko'nib ketgan bo'lib, meni eng xushal qildig'ini Filora ikkisi yaxshi do'st bo'lib qolgan edi. Bu ikkisining gaplarining tugmasligi hammamizni hayron qoldiradi. Biroq eng chong o'zgarish bo'lgani Filora edi. U bir ishlarni qancha o'chirgan sari shuncha chinib qoladi. Bir kuni u tuyuqsiz do'stlar bilan tamoq yeb ko'rishganligini aytib chiqib ketib, yarim kechagacha qaytib kelmadi. Men ansirab, uningga qayta telefon urgan bo'lsam-mo, biroq telefoni etik edi. Qachonlarda kelib uxlab qoldi bilmayman. Ertasi qarsam, uning yuzlari ishshiq, ko'zlari ko'k turadi. Men bekla hayron qoldim-da uningdan. Telefoningizni to'qiqanmadimi? Kecha sizga telefon urib aloqalashamadim. Bu sizning yuzlaringizga nima bo'ldi endi? Bir ish bo'lmaganda? Biroz bo'zaq qildimi o'ya? Yo'q. Telefonimning to'qi yo'q edi. Shunga men bir do'stim bilan azroq xafa bo'lishib qilib, shunga siz cho'nglarning oldida chandirmang-a. Men bekla hayron qoldim. Hozirgi qizlarning kuchiga qoyil bo'lmay turamadim. Shundoqmi urvatgan bormi deb o'yladim ichimda. Qaraganda tayoqning hammasini Filora yebdi deb o'yladim. Shuning bilan ortiq gapni so'rmadim. Filoraning bunday ishlari faqat bu birla emas. Uning nurg'un ishlari meni haqiqatan hayron qoldirsa-mo, biroq u bunday vaqtda to'liq sagak. Menga cho'qim men qoyil bo'lgan javobdan birini berib qo'yib, og'zimni tuvoqlab qo'ydi. Biz to'y qilib bir necha kun bo'la bo'lmay, uning singlisini chet elga o'qishga mang'uz o'tgan edi. U kuni dadam bilan shirkatda muhim bir yig'in bo'lg'achqa men ulgurib boramagan edim. Ba'zida men Filoradan uning singlisini so'rasam, u menga bekla xafa bo'ldi. Bunday vaqtda
Men texmi hayron qolaman. Men to'y qilsamla baxtli bo'laman degan. O tushlarim mening allaqandoqdir bir armonim bo'lib qolgan edi. Har kundek ish qayta takrorlandi. Ko'ngilga yoqqudek bir ishmi yo'q. Dadam opamning menga ozroq bo'lsa-mu yo'l qo'yishi nada tursin. Mendan to'xtamay ranjiydigan bo'lib ketdi. Filora muhaddislar opam bilan gap talashidi. Bunday vaqtlarda men rostini qanday qilishimni bilmayman. Qaysisining to'g'riliqini bilmayman. Yana mushunday vaqtlarda uyga faqatli kirgim kelmaydi. Rost gap qilsam, bunday jidaldan beklab qochadigan bo'lib qolgan edim. Men yilqi Farruh sinib do'stimning yiniga berib paranglashib o'tirib kelaman. Mana bara men Farruhning menga o'gitishi ham o'zimning xohishi bo'yicha ancha-muncha haroq ichib qo'ydigan bo'lib qoldim. Men uyga boldurliq qaytib keldim. Biroq Filora texichi uyda yo'q. Opam bilan nazokat kechki tomoqqa tayyorlik qilyapti. Men o'tilla opamdi. Opa, Filora qini yo'q-ku. Sening xotiningni men nima bilaman? Hozir bu uyning og'ichi oyimi bo'lib qoldi emasmi? O sening ativorli xotining. Kunduzlari do'stlari bilan tomoq yeb, bozor aylanib, kechki yotarni chaqlab aran keladi. Mendan so'rsang, men kimdan so'rayman, ha? Ajab to'ydim bu uydan. Opam shundoq deb turishiga nazokat yugurib chiqdi. U menga qarab, mening bir xil beyaram turganimni ko'rib, "Voy, aka, keldingmi? Voy, kichik opa. Sana mening men yordamlashiman-ku. Oldu bundoq gaplarni deyishmayli bo'lamdi. Aka, sen tezdan yuz ko'zlarini yuyib, tamoq kel. Bo'ldi, kamiganlarni saqlamayli." Nazokat shu gapni deb turishiga, Filora ishdan chiroyda qon yo'q. Jiddiy kayfiyatda kirib keldi. Opam uning oldini to'sib, "Voy, Filoraxon, at degan chiqib ketgan odam, uyni endi topdingizmi? Sizni men o'g'limga bikoga etmagan. Xonlig'ingizda chiqib, xonlig'ingizda keladigan. Ko'zingiz xeyli ro'shan ko'randi ya. Biz aldirash kechki tomoqqa tayyorlik qilyapmiz. Siz yotoq uyingizga mangdingizdan, ha? Yuring, men oshxonaga kiramiz." "Voy, opa, mening kayfiyatim faqat yaxshi emas. Siz bilan faqat gap talashqim yo'q. Shuni meni tomoq saqlamanglar. Xohlasanglar bundan keyin bir kishilik tomoqni oz etib, menga tomoq qilsanglarmi bo'ladi." Filora shundoq deb qo'yib chiqib ketdi. Uning opamga qilgan hurmatsizligi uchun bekli achchiqim keldi. Biroq men yana Filoraga nima bo'lganligini texi bilmaydim. Shu xiyollar bilan tursam, opam, "Voy, men o'g'il bola baxtim deb ko'rayotgan kunimga qaramamsiz. Balamni o'yladim, xotin epadim deb japa et beribdiman emasmi? Bu menga nima ko'namdi? Bola beqib cho'ng qilib, endi xotinini beqib, bundoq japadi qilgandan o'liblik ensam bo'lmamdi. Voy, qanday qilaman?" Opam shundoq deb vaqirab, o'nsilib yig'lashga boshladi. Nazokat opamga tasalli beryotdi. Men bundoq jidallarda, bundoq qaqshashlardan allaqachon zerikkan. Hamda bezar bo'lgan bo'g'achqa tamoqmi yemayla do'stim Farruhni izlab maqdim. U meni saqlab turgan ekan. Shuning bilan ikkimiz tog'dan bog'dan paranglashib, Farruh menga o'zining hayot ustida tortgan jafolari bilan beshidan o'tgan kechirmishlarini so'zlab berishga boshladi. Men 14 yoshga kirgan yili opam yoshirin yurak kesli bilan meni tashlab ketib qoldi. Toki shu vaqtgacha dadam opamning orzuliq birli o'g'li bo'lib, hamma ishda o'zimning xohlig'ini bo'yicha yo'l tutib kelgan edi. Opam ketgandan boshlab dadam ikkimiz birga yashadik. Dadam menga bekla amroq edi. Uning ustiga opamdan ayrilib qolganligimni chandurmaslik uchun menga bekla ko'ynatdi. Lekin bundoq kunlarim uzunga bormadi. Dadam opam hayot vaqtida yaqin o'tadigan bir qiz bilan to'la paranglashadigan bo'lib qolgan edi. Shunga dadam to'la uyga kelmaydigan. Kelsimi bek kech keldigan bo'lib qoldi. Menmi 3 vaqt tomoqni sirtdan yeyishga ko'nib ketgan edim.
Uzun o'tmay dadam shu qiz bilan to'y qildi. To'y qilgan vaqtda bovam momamlar meni o'zlarining baqadiganligini degan bo'lsa-mu, dadam faqatli qo'shilmagan edi. Dastlabki bir mezgilda o'gay opam menga bekli yaxshi muomala qilib, o'zining bolasidek ko'rib boqdi. Dadam bundan bekli rozi edi. Xo'sh, yana birni. Shundoq qilib, uzun o'tmay o'gay opam homildor bo'ldi. Bu ish oilamizga xushallik olib kelgan bo'lsa-mu, biroq shuningdan boshlab men o'zimni bu oilaga ortiqcha his qildigan bo'lib qoldim. O'gay opamning mijozimi shuningdan boshlab o'zgarib ketdi degina. Keyin o'gay opam bir qiz tug'di. Shuning bilan dadamning qiz bolaga omroqligida menga faqatla vaqt chiqamidi. Biroq dadamning shuning bilan tang amili o'sib, uyga oz keladigan, komandировкаga ko'p chiqadigan bo'lib qolgan edi. Mushu mezgillarda o'gay opam, mening o'gay opam adash meni to'liq urdigan, meni uydan chiqarib etadigan bo'lib qoldi. Men necha qitim bova momamlarning yiniga berib turishni degan bo'lsam-mu, mening avu dadam faqatli qo'shilmadi. Shuning bilan o'gay opam ikkimizning o'ttirsidagi jidal boshlandi. Deb kelsam gap bekcha qadash. Lekin keyin men o'gay opam bilan bek qattiq jidallashdim. Yosh cho'ng'aygan sari ba'zi ishlarga chidab turg'ilib bo'lmaydi ekan. Shuning bilan men keyin dadamning bu turmushini buzib qo'ymaslik uchun bu uydan biroqli inib chiqdim. Shuning bilan oliy maktabda uncha yaxshi o'qiy olmadim. Rost gap qilsam adash, men cho'ng bo'lgan sari hech ish xo'shaqmas bo'lib ketdi. Biroq jon boqmasak bo'lmaydigan tursa, shuning bilan kichikgina bir do'kon ochib oldim adash. Hozirmi biz dadam bilan 2-3 oyda aran bir ko'rishalaymiz. Nima amal bor adash? O'g'il bola emasmi? O'g'il bolaning beshiga har kun keladi ekan. So'g'uqlarda sirtlarda yetib qolganim, yegili narsa yo'q, kunlab och qolgan shundoq vaqtlarimda opamni bekli siyqinib ketaman. Hozirmi ham o'ynaydiganim, agar opam hayot bo'lgan bo'lsa, beshimga keladigan buncha jiqishlar bo'lmas edi deyman. Adash, opamni bekli siyqindim adash. Gap shu yerga kelganida Farruxning ko'zlaridan ixtiyorsiz yoshlar to'kilishga boshladi. Men uningga nima deb tasalli berishni bilmayla qolgan edim. Farruxning bu dardlarining ichida mening dardlarim hech narsa emas edi. Shundoq hayotda qaysimiz nima kunlarni ko'rib, nima sinoqlarni boshdan o'tkazib cho'ng bo'lmaymiz deysiz. Shuning bilan men Farruxning yalvorishi bilan yaqin atrofdagi yilqi muzikalik klubga kirdim. Ammo hayotimda ig'zimga epaqmagan haroq degan ichimlikni ikkimiz o'ltirib rosa ichishga boshlabdimiz. Men toza mast bo'lib ketaverdim. Esimda qilishcha, menmi Farruxga toza dard to'kdim-ku deyman. Biz shu o'ltirgan peti tong otay deganda chiqib uyga keldim. Qiziq yeri shuki, ishik oldida dadam bilan do'qirishib qolgan edim. Dadamning buncha kechgacha sirt ekanligini men nadim bilaman. Shuning bilan dadam mendan: "Ey, dodo, kechada sen nada po'xyab yurding deyman. Endi kelsan-ku." "Yo'q, po'xyamadim." "Voy, sen qiliq chiqarg'ili turding deyli. Xotin olgan odam uncha cho'ng odam emas. Men degan sening dadang, bildingmi? Shunga sen o'zingni bilib yur. Mana uyga kir." "Sen dadammi? Nima deding?"
dadamning bu gapi menga bek ta'sir qilgan bo'lsa kerak. Men dadamga mushtum birni kuchab otdim. Sen Yetim muhabbet 9-qism. Hayotda ba'zi ishlar bizning o'ylaganimizdek bo'lmaydi. Kichikgina qilgan xatoligimiz uchun yillarcha badal to'laymiz. Xuddi yurakning birdamlik xatoligiga ko'z badal to'lgandekla. Hayot oson emas. Yashash uningdanmi bekerak oson emas. Nurg'un vaqtlarda bizning qilayotganlarimizning, to'lagan badallarimizning hammasi yaqinlarimizning azor yemasligi uchun. Terishish bo'lsa-mu, biroq har vaqt ularni azobga qo'yishdan saqlanmaymiz. Men eshik oldida dadamni ko'rib, o'zimni shunchalik tutib olgan bo'lsam-mu, biroq dadamning qaqshashlari bilan uningga otgan bu bir mushning badalining keyin naqadar ig'ir bo'lganligini dehi o'ylab bo'lolmagan edim. Dadam o'ziga tekkan bu bir mushdan yovuzlashgan edi. Men tunji qitim ishkinim uchunmikin xudimni bilmagudek darajada edim. Şunun bilan dadam. Voy, cho'ng bo'lding shundaqmi? Qanot quyruqlaring yetildi. Endi sana mendek dadadan kirki qolmadi shundaqmi? O hayvon! Seni men menga cho'ng bo'lsam mush ko'tara deb beqib cho'ng qildimmi? Gap qila. Mana sana. Dada. Dada. Seni urib o'ltirib etmaydigan bo'lsam. Tuya mana. Nemsiz purak bu. Shuncha yil yashab, menmi og'zimga ep boqmagan bu bir nimani sen tap tartmay ichib, yana men mush otamsan he? O itning bolasi. Dadam shundoq deginicha meni urishga boshladi. Biroq men o'zimga tayoqning tekkanligini sezmagan edim. Uning ustiga men beshimdan to'xtamay pirqirishdi. Qattiq og'rishdi. Ko'nglimning bekli ilishishidan boshqani sezmagan edim. Bu varanchurungdan uydagilarning hammasi uyg'ongan bo'lsa kerak. Filora yugurib chiqib keldi hamda meni yo'lab turdi. Voy, sulpqar, bo'ladi ekansiz-ku. Mana o'g'il bola degan. Nima bo'pti dada? Mushiningmi to'y qilib bo'lgan bir o'g'il bolani shuncha urib ketish ketamda? Voy, nima bo'pti? O'g'il bola degan ancha-muncha ichib qo'yadigan. Endi sizni tartinmay so'ralarimga ep basam bo'ladigan o'xshaydi o'jimi? Voy, yerim kechib bo'lganda uyqunglarni uxlamay bu yerda qo'shnilarga o'yin qo'yib beray demsizlar nima? Nemish bo'ldi zodi? Subhanonajon. Mavo o'g'loning sachilgini ko'rmayapamsan. Bu mavo er-xotin ikkisi meni tirik turib o'ltirib qo'ydigan o'xshaydi. Hamma ko'zimdan yo'qlash. Yo'qlash. Voy canım dadisi, bu yeringizga nima bo'ldi ya? Birasi bilan mushtlashib yurgan o'xshamamsiz. Qiyirg'anda qilib yurgan ishingizni qarang, a? Bu nima puroq? Dadisi, qiyirg'anda endi ichishni gunib oldingizmi? Bu yer nimdoq purat ketdi ya? Mayoqqa qarang, dadisi. Voy, sana nima bo'ldi endi? Putunga birasi tosh bog'lab qo'ydimi? Nima tik turolmaysan? Bilan sunib ketdimi ya? Voy. Bu asli sendan chiqqan puroqkan-ku. Voy, bu nima sanchilik? Voy, men qo'shnilarning oldida men yuzlarimni nega qo'yamiz? Voy canım dadisi. Bu nima ish endi? Er-xotin ishkilasi ichibdimi dadisi? Voy, qanday qilaman? Men sanchilikni nega ko'tarib yuraman? Toza to'la. Bekerek to'la. Voy yo'g'on qanay qeri. Sen hamma odamni uyg'otib, bu ishni xalqi olamga yoyay demsan? Ha? Hamma ko'zimdan yo'qlash. Dadam shundoq deb mening o'ziga tekkizgan bir mushtumni sirpitib yoshirib uyga kirib ketdi. Gerçi yuz bergan ishlarning nima ish ekanligini anqiramagan bo'lsam-mu, biroq Filoraning kichik vaqtimizdagiga o'xshash men taraf turib so'zligimni ko'rib, uningga bekla amroqligim kelib ketgan edi.
To'g'ri, men uni yaxshi ko'raman. Uni suyman. Uning yo'lsizligimi, menga erkalashlarimi bekli olmoq. Tunji qitim uning menga yon besib so'zlashib bo'lg'achqimikin. Dadamga qilgan hurmatsizlikini kechirayotgan edim. Chunki hozir men birining meni tushunishiga, meni qo'llashiga to'liq muhtoj edim. Mana mushdamning o'zida men Filoradagi yana bir go'zallikni his qilgan edim. U meni yo'lab yotoq uyiga olib kirdi. Qachonlarda uxlab qolganligimni bilmayman. Uxlab qoptiman. Uyg'ongan vaqtda qallamning bir yeri bekli ig'ir edi. Men qarasam Filora allaqachon uydan chiqib ketibdi. Kunda menga saqlab, ishqa men bilan birga berishga odatlangan dadammo bugun ishga ketib bo'pti. Men o'rnimdan turib chiqsam, apam menga deydigan gaplarni davilish uchun kreslodada o'ltiribdi. Nazokat bo'lsa, menga ish ag'artgandek qiladi. Men asta apamning oldiga keldim. Biroq apam gapni nereden boshlashni bilmagandek o'ltiradi. Nazokat menga: Zulfiqar aka, sizga achchiq qilib siyqash tayyorlab qo'ydim. Ichib oling. Men ma'qul bo'lib, oshxonaga menishimga apam: Ayoling bilan ajrashib ketdi. Bundaq to'xtamning bizga keragi yo'q. Bundaq xotinning bizga keragi yo'q. Buningdan keyin sen oqshomqidek holatda yana mening oldimga keladigan bo'lsang, seni 9 oy 9 kun qo'rsoq ko'tarib tuqqanim uchun men mangu rozi emas, bildingmi? Apa, kechiring. Men amaliyotda hamma xatolik mendan o'tdi. Biroq bundaq Udulla Filoradan ajrashib ketdi desangiz qanday bo'ladi? Biz to'y qilg'ili uzun bo'lmadi. U cho'qim o'zgardi. Apa, o'tinib qolay. U cho'qim sizning kutgan yeringizdan chiqadi. Gapimni anglab bo'lamdi. Bundaq turmushda yashab, charchamadingmi o'g'lim? Apamning yig'i aralash. Menga ichi ag'irtib kuyinib, meni tushunib turib qolgan bu tunji gapidan mening ko'zlarimga mildirlab yosh keldi. O'zimni qancha tutilishga tirishgan bo'lsam-mu, biroq ko'zlarimning yoshlari ipi uzilgan marjandek tushyotdi. Bo'zimga qattiq bir narsa turib qolgandek burnim qattiq itishyotdi. Shu tapning o'zida men apamning bag'riga o'zimni etib turdim. Apa, men charchadim. Haqiqatan bek charchadim. Mening sizlarga vafodor o'g'il bo'lib, kutgan yeringlardan chiqsam, sizlarga akam qilib bermagan ishlarni qilib bersam. Biroq qanday qilsam sizlarning umidinglarni oqlaydiganligimni bilmayman. Apa, men bekla yormaskanman, degim keldi. Biroq o'zimni qattiq tutib, tezla oshxonaga kirib ketdim. Keynimda nazokat kirib keldi. U menga tamoqni yeb bergach: Zulfiqar aka, tamoqingizni yeb bo'lsangiz ikkimiz sirtga chiqib, birdan aylanib kelsak qanday? Men bo'ldi degandek uningga qarab beshimni langishtirib qo'ydim. U tayyorlik qilg'ili chiqib ketdi. Uning ko'zlaridan men biror ma'noni bilmagan edim. Shunday qilib, tamoqimni yeb bo'lib, nazokat bilan birga yiroq bir joydagi choyxonaga keldik. Bu joyga nazokat meni boshlab kelgan edi. Ikkimiz kirib o'ltirdik. Biroq men xijilchilikda uning chiroyiga tuzukroq qarayolmagan edim. Shuning bilan nazokat eg'ir birni tinayotgandan keyin tamkin o'ltirib gap boshladi. Aka, mening sanzada nimish bo'lganligini aytma bilgim bu. Menga bugun hamma gapni deb bo'lamdi. Yolg'on so'zni ranjib qolaman. Biz birga o'ynab cho'ng bo'lgan. Seni men obdan bilaman. Kichkimizda sen aramizdagi eng omaq, eng sho'x eding. Biroq sen bekli o'zgarib ketibsan. Buning zaten nimish sababchi bo'ldi aka? Men nazokatdan bu savoliga nima deb javob berishni bilmay, xeyli uzun o'ylanib o'ltirib qoldim. Albatta, uningga hech nima yoki sen ko'p o'ylayapsan degandek ikki og'iz gap bilan tushuntirib bo'lmaydi. Zaten nima deyish kerak? Men hozir bunday savoldan to'limi bezor. Hayotim xuddi qorong'ulikda qolgandek bir zulmat ichidan yorug'lik topolmay ingrayotgan bu vaqtga o'xshash tuyg'uda edim.
Men nazokatga uzun qarab o'tiribmi, gapni nerdan boshlashni, nima deyishimni faqatla bilmadim. Shu vaqtda nazokat yana menga: Aka, sening menga nima deyishni bilmayotganligingni bilaman. Biroq sana men mana haqiqiy qarindosh. Mendan bo'lak dardimni to'kadigan, halingga muhtaç bo'ladigan kiming bor edi? Akşam tağamga qo'l tekkizguningni o'z ko'zim bilan ko'rdim. Biroq yananglarga berishga jur'at qilolmadim. Sen mening bir dona qarindishim. Sendek bola buncha ko'p ichish emas, aroq deganni ig'izig'imi olmaydi. Yaqindan beri Filora acham bilan hammamning orasida tanqislikni qilayotganligini bilaman. Biroq bu sening bundoq jimg'ur bo'lib, buncha bola o'zgarishingga sababchi bo'lolmaydi. Men sana desam, hammam bilan tag'amg'imi oson emas. Filora achamning qilganlarimi bekli eshib ketdi. Asli bundoq gapni sana demasam bo'ladi. Biroq mendimi aman yo'q bo'lib qoldi. Qaysi kuni men sayohatga chiqqan edim. Filora achamni birsi bilan ko'rib qoldim. Qarsam u Filora achamni og'li kelgan bo'lsa kerak. Ikkisining munosabati faqatla normal emas. Men aytsam, uning bilan yaxshiroq paranglashib, uni boshqarib qo'yishing kerak. Men nazokatning bu gaplarini anglab, uningga nima deyishimni faqatla bilmadim. Turmushim nimishqa bundoq qilayotgan bo'lib ketdi. Men nimishqa buncha yarmas. Nima uchun bundoq bo'ldi? Men nazokatga bekli bechora talaffuzda qarab qo'yib, yana jimjit o'tirdim. Nazokat menga ish chaqirtgandek yana: Aka, agar bu turmushdan bezor bo'lgan bo'lsang, bo'ldi qilsang bo'ladi. Tog'am bilan hammam seni qo'llaydi. Gerçi ishki shirkatning o'ttirisida to'xtanba bo'lsa-mu, biroq tog'am bunchalik ziyonni deb sening buncha o'zgarib ketishingga qarab turmaydi. Menga dab bo'lamdi, yengillab qolasan. Shundoq bo'lganda men senga yordam qila olayman. Bundoq desam meni xato tushunma. Hammam Filora achamni tamoq yordamlashishga chaqirgan edi. O qasdanga hammamga qaynoq suv to'kib etib, puti ko'yib qoldi. Biroq seni yana tanlikda qolmasin deb ortiq gap qilmadi. Filora achamni eski deganim emas. Biroq o rostila bek o'zgarib ketdi. Tog'amni bunga hargiz qarab turmaydi. Tog'am hammam sana sal qattiq qo'l. Biroq ularni seni deb shundoq qiladigan tursa, buni bilishing kerak. Endi menga nima deyishni o'ylashib bo'lgansan? Men nazokatning bu gapini javobsiz qo'ydim. Uni bekli umidsizlantirib qo'ygan bo'lsam-mo, ammo menga yana nima amal bor? To'g'ri, umuman kuyunib bu gaplarni davotdi. Biroq dastlabda bu to'yni kechiktirishga hammasi qarshi chiqdi. Men asla ko'rib boqmagan bir qiz bilan to'yimni mushundaqlik qilib etdi. Taqdirning o'rinlashtirishi bilan bu qiz mening tunji sevginimga bekla o'xshaydi. Gerçi mijozi shunda qo'pol bo'lsa-mu, ammo biz to'y qilganda uning dadasiga men va'da berib, uning holidan mangu xabar olishni aytgan edim. Men bundaqli bu turmushimni buzsam qanday bo'ladi? Dadam opamning turmushi bundaq bo'lsa qanday bo'ladi? Men nazokatga uning xotirjam bo'lishini, bu ishlarni cho'qim yaxshi bir taraf qildiganligimni aytdim. Ondan biz chiqib uyga keldik. Filora texnicha qaytib kelmagan edi. Kech soat 12 bo'ldi. Biroq u mendanmi bekrak aldirash. Biroq uning bilan yaxshiroq paranglashib beqish uchun saqlab turdi. U bir hazardan keyin eshikdan arg'in kirib keldi. Texnicha uxlamabsiz-ku. Sizni saqlayotgan edim. Biror muhim gapingiz bormi? Siz ertadan boshlab sirtga chiqmay opamga yordamlashing. Nima? Opangiz yana meni tillab beribdi-da. Atsanib qaytib keladi, shunga uning oldiga chiqaman. U yerga borma demaydigansiz? Ha, singlingiz qaytib kelamdi ekan. Amsa men bilib boray. Ha, yo'q, siz ishingizni qilavering. Men uni uyga tamoq chaqiraman. Ha, Rasulqar, dadangiz xeyli shashgan-a? Bu sizning nima deganingiz?
Yetim muhabbet 10. kısım. Ha Rasul Buqar, dadınız xeyli şaşkan ha? Bugün dostlarım bilan tamaq yigilib olgan edi. U yerda dadınız xeyli nozkarashmalari joyida bir ayol bilan o'tiribdi. Ko'rib, xijil bo'lib ketmasin deb chiqib ketib, boshqa yerga berib tamaq yedi. Şoňa deyman, opangizmi ko'ranglagan bilan mana mushundaq ish. Şoňa Bo'ldi qiling. Dadam apamga haqorat qilma. Sizga deb qo'yay. Men dadangizga sizning holingizdan bir umr xabar olaman deb va'da bergan edim. To'y kechimiz sizmi dadam apamga yaxshi qarayman, ularni hurmatlayman deb va'da bergan edingiz. Hozirgacha men ko'nglingizni avaylab, hech qanday ishingizga aralashmadim. Endi bo'lganda sizmi ularni hurmatlashingiz kerak. Buningdan keyin sirtlarga oz chiqib, apamga ko'proq yordamlashib, kelinlik majburiyatingizni ado qiling. Siz degan to'y qilib bo'lgan oilasi bor ayol. Burunqidek nima qilgingiz kelsa, shuni qildigan tantak qiz emas. Men shundoq deb qo'yib, uxlash uchun yotdim. Onunga demoqchi bo'lgan nurg'un gaplarimni demadim. Deyishni xohlamdim emas. Onunga degan bilanmi qulqiga kirmaydiganligini bilib, deyishdan voz kechdim. Umu mening bu gaplarimdan sakib qoldimi yoki rostila til tutqilmi bilmadim. Birdilla jimib qoldi. Mening gapimga qarshilikni bildirmadi. Shuna qilib, atsi men dadamdan kechirim so'rash uchun atgan o'rnimdan turdim. Dadam munashliq qilib etibdi. Biroq dadam mendan xilil ranjigan bo'lsa kerak. Bir eg'izmi gap qilmadi. Hatto chiroyimga qarabmi qo'ymadi. Shuning bilan men asta uning oldiga keldim. Biroq u aldirabli ketib qoldi. Mush paytning o'zida dadamning mendan qaqshab menga ranjishini bekmi umid qilib qoldi. Shuning bilan men shirkatga berib dadamning yoniga kirdim-da, "Dada, meni kechir. Men bundoq adabsizlik qilmasam bo'ladi. Shunga men oldingda bekli xijil dada." Sana bekli qattiq qo'lliq qildiganligimni menmi bilaman bolam. Biroq akan kichkingdila bizni tashlab ketib qoldi. Sen yolg'iz o'g'il bo'lib qolding. Shunga seni yaramliq odam bo'lsa, keyin men bo'lmasammi o'zining ishini o'zi qilsa. Qiyinchilikqa yo'liqqanda tantarab qolmasa deb mushundoq qilaman. Rost gapni qilsam bolam. Ba'zida sana meningmi bekli ichim og'riydi. Shunga bo'ldi, bundoq kechirim so'rama. Ota-ona degan boladan menga ranjimaydi. Xatoligini tunugan bola yaxshi bola. Bo'ldi, sen chiqib xizmatingni qil. Aras bola. Agar turmushingdan rozi bo'lmasang, bir mezgil Filora bilan ayrilib turinglar. Dadam shundoq deb o'zining xizmatiga mashg'ul bo'ldi. Mana mush daqiqada hayotimda bir haqiqatan dadam bilan dada boladek mundishib boqmaganligimni his qildim. Dadamning bu so'zlaridan o'zimni olamcha baxtli his qildim. Bugun kayfiyatim yaxshi bo'lg'achqimikin, ishdan baldur tushib uyga keldim. Ko'nglimda hammamizni bir ustalda o'ltirib, xushal holda bir oila kishilari tamoq yeymiz deb o'ylagan edim. Shundaqcha xiyollar bilan uyga bir muncha narsalarni setib olib kirsam, opam tamoqimni tayyorlab qilmay kresloda yig'lab o'ltiribdi. Hammam hadab Filoraga qoida o'qitib o'tibdi. Filora xuddi suv tushgan mushukka o'xshash o'ltiribdi. Nazokat ularga "Endi sizlar qana qilasizlarkan qani" degandek qarab turibdi. Men bu hammomga bekla amroq. Uning bir qizi bo'lib, qizi oldin qiyli texi qatnash vaqasida o'lib ketgan edi. Eri bo'lsa, boshqa bir ayol bilan to'y qilib, mol-mulkining tangidan ko'pragini hammomga bergan. Shunlashqa u Filoradan necha yosh cho'ng bo'lsa-mu, biroq Filoradan xili moda yuratdi. Yana kelib, u dadamning bir tala singlisi bo'lg'achqa, dadammi uni bekli erki o'gitib etgan. Shunlashqa uni hammamiz bekli hurmat qilamiz. Bu hammam hamma ishning yo'lini bildigan, birasiga bo'zak bo'lmaydigan yoki bir nohaqchilikka qarab turolmaydigan ayol edi. Uning bu qitim bizning uyga kelib,
uzun vaqt turishi meningcha opamning uningga to'la telefon qilib yig'lab qaqishidan bo'lgan deb o'ylayman. Ammo meni ko'rib, voy Zulfiqar o'g'lim, qanday ahvoling? To'yingga kelmagan bo'lsam-mu, biroq sizlarga sovg'atimni unutib qolmadim. Qani kela balam, bu yoqda o'tir. Men hammamning yoniga kelib o'ltirib bo'lib, Filoraning ko'zlaridagi yosh yo'qini ko'rib, uningga ichim og'rib qoldi. Ham men hammamga. Ammo men yotoq uyimga kirib chiqay. Filora, men bilan birga kiring, sizga deydigan gapim bor. Men shundoq deb Filora bilan yotoq uyga kirdim. Biroq uning bayamqi qo'yning qo'zisidagi holatidan asarmi yo'q. Shirkabi menga etilib keldi. Zulfiqar, sizning bundoq tuqqanlaringizdan men bekli zerikib ketdim. Siz bilan to'y qilganim uchun men hamma narsamdan ayrilishim kerakmi? Siz bilan to'y qilib qolganim mening sho'rpishonliqimdan bo'lsa kerak. Nimishqimi sizdek bir yarimosqa tegib qolgandiman deyman. Bu hazazul hammangiz texiyani bir ishga ayturamish. Bo'lmasa biz uy ayirib turaylik-chi Zulfiqar. Filora, bu nim deyingiz? Mening ota-onamni ozroq bo'lsa-mu hurmatlab qo'yishingiz kerak-ku deyman. Men degan yolg'iz o'g'il, shunga uy ayirib tursak qamlashmaydi. Ammo hazazul emas. Uning ko'ngli yumshoq. Faqat siz uning bilan yaxshi o'tishni bilmadingiz. Shunga bunday gaplarni oz qilib, mening ota-onamni hurmat qilib, yaxshi o'ting. Siz xatolik o'tkazmasangiz, ular sizga qaqishmaydi. Kech bo'lganda sirtqa oz chiqing. Men yomon qildim-da. Voy, mening qilganim xato ekan-da. Men sizning u hammangizni o'zimga amroq qilganimdan meni ko'zimni titrab turadigan qilib etmasam hisob emas. Uningizni past qiling. Onunga shundoq deb turishimga nazokat bizni tamoqqa chaqirib kiribdi. Biz yana ortiq gap talashmay, Udulla oshxonaga chiqdik. Filora nima ish qildikin, hammamning tamqiga tuz deganni bo'lchiq sep beribdi. Lekin hammamning nimalarni o'ylaydiganligini bilgili bo'lmaydi. Faqat lichandurmadi. Balkim bu hammamning esilligidan bo'lsa kerak deb o'yladim ichimda. Biroq Filoraga bekla ochiqim keldi. Dal shu vaqtda hammam Filoraga qarab, tushdan keyin azroq kir kiyimlar bor ekan, shularni yuvib o'tdim. Kiralg'ida yuymang, vaqti kiyimlar buzilmasin, qo'lingizda yuving. Haras Filoraga pokizroq yuyasiz. Filora ishida g'o'donchidiyu, ammo ortiq gap qilolmadi. Hammamning bu o'ch ilish usulini men yoqtirib qolgan edim. Shuning bilan atis atiyan hammam uyda o'zi yolg'iz qolgan edi. Filora hech uxlayotdi. Boshqalarning hammasi sirtlarga o'z ishlari bilan chiqib ketishgan edi. Filora bilan hammamning jangi boshlangandek qiladi. Biroq buning oxiri qanday bo'ladi o'zimni bilmaydim. To'g'ri, hayotda nima ishlarni inson oldin biladi ekan. Balkim bu hamma ishlar. Bundan keyingi kunlarning boshlanishining sababchisi hammam bo'lishi mumkin. Shunday qilib, Filora hammamning ojizligini izlashga boshladi. Biroq hammam undaq asarli birasiga quyruq tutqizadigan ayol emasdi. Hammam bugun hammamizga ayrim uqtiradigan muhim ishning borligini, bizning baldir qaytishimizni deb telefon uribdi. Hammamning bu so'zining orqasida men bir shumliq bada his qildim. Chunki hammam menga necha kun avval Zulfiqar balam, bu ayol bilan buncha janoni qiynamay bo'ldi, ajrashib ketdi. Bu ayol sana umrli xotin bo'lolmaydi balam. Ammo men to'y qilgan ekanman, uningga mas'ul bo'lishim kerak. Shunga men Filora bilan ajrashishni o'ylab boqmadim. Undaq bo'lsa sen boshqalarning balasiga dadu bo'lib o'ltirmoqchimi? Ammo Filoraga o'chganligingizni bilaman. Biroq uningga bunda haqorat qilsangiz bo'lmaydi. U degan mening ayolim. Nemishqa boshqalarning balasiga dadu bo'g'dekman. Buni isbotsiz gap qilmang bo'lamdi. Sana isbot kerak shundaqmi? Bo'ladi. Men sana mushu necha kungacha isbotlab beraman. Men darhol xiyollarimni yig'dim. Bundaq ishning mumkin bo'lmaydiganligiga ishonchim komil edi. Biroq hammam hammamizni bundaq jiddiy chaqirib sada nima qilmoqchidir? Men hammalardan burun uyga yetib keldim. Filora xotirjam uxlab yetibdi. Hammam meni saqlab turgan ekan.
Men hammamning ma'nilik qarashlaridan bir narsani his qilgandek yotoq uyga kirdim. Ham Filorani uyg'otdim. Filora ko'zlarini tasti ichib. Voy, bugun nimandaq baldır ishdan tushdingiz? Ammo bugun bizga deydigan muhim gapning borligini aytgan edi. Shu men baldır keldim. Uning bilan siz bugun bir narsa deyishmagansiz, ha? Shundaqmi? Men uningga men bilan o'ynashma degan. Men bir o't deb eskartgan. Biroq u qilg'ili ishi yo'qdek, meni bekli qiynab ketdi. Yana kelib ikkimizning baxtli turmushimizni vayron qilmoqchi bo'ldi. Shu men uni o'zining uyiga qaytib ketishga ko'ndirdim, shu. Boshqa ish yo'q, ortiq qo'ylama. Uyga qaytib ketishga ko'ndirdi? Qanday qilib ko'ndirdingiz? Har qancha bo'lsa hammamni ketayin desangiz, ma'qul demagandi. Yaqay Zulfiqar, menga ishing bulamdi. Men nima qilgan bo'lsam, ikkimizning baxti uchun qildim. Ikkimizning baxtli kelgusimiz uchun qildim, ma'qulmi? U qarmoqqa bekla xotirjam ko'rinadi. Ham o'ziga to'liq ishonchisi bodaq qiladi. Men u bekmi hayron qolmadim. Eng qiziqqanim bo'lsa, Filora qanday qilib hammamni gapiga ko'ndirgandi. Shu xiyollarni o'ylab tursam, dadam, opam va nazokatlar keldi. Hammam uninggacha narsa keraklarni tayyor qilib bo'lgan edi. Shuning bilan u biz bilan xo'shlashib ketadiganligini, endi kelmaydiganligini aytib mandi. Biroq uning ko'zlari menga xuddi bir nimalarni degisi bo'dek, ilojsizlik ta'sir berdi. Dadam opamlar buningdan hayron qolgan bo'lsa-mu, hammamni yana yo'lga sepib qo'ygan edi. Filora endi bu uyda haqiqiy asklikni boshlayapti. Shuncha yomon opammi uningga tankilanmagan edi. Men bo'lsam, uningdan ajrashay desammi, faqatla sababini topolmagan edim. Uning bilan har kuni urushib yurganimni kamigashga uni o'z mayliga qo'yib bergan edim. Bugun men ishga kelib, uzun o'tmay telefonim sayrashga boshladi. Qarsam, bu nomerni tunimaydi ekanman. Men birdan ishkilinib turib qolgandan keyin telefonni oldim. O dadamning nevri enisi edi. Uning kichikroq bir doktorxonasi bo'lib, doktorlik bilan shug'ullanadi. Dadam bilan kichkidan yaxshi o'tmagachga pek izlashib ketmaydi. Men uning bilan ahvollashgandan keyin u menga ko'rishishni aytdi. Men ma'qul bo'lib, uning yoniga bordim. Mashinamda ketayotguncha yo'lning bo'yida Filorani ko'rib qilib, darhol to'xtatdim. Kerimsiz yuzlardanmi nur yig'ib turadigan bu qiz menga qarab, illiq tabassum qilib turadi. Men uningga: "Filora, siz bu yerda nima ish qilasiz?" Men bu yerga bir do'stim bilan ko'rishgili kelgan. Mana hozirla qaytdim. Siz bo'lmasa ishingizga menga bering. Ha, meni bir tog'am chaqirtib ekan, uning bilan ko'rishgili mangdim. Uning menga siz to'g'riliq deydigan gaplari bor ekan. Men bilan birga boramsiz? Yo'q, Zulfiqar. Yana o'zingiz bering. Menga beray. O shundoq deb maqmoqchi bo'lgan edi, uning qo'lini kaplab tutib oldim. Uning qo'lidan badanimga taralgan bir sezim bilan butun badanim jo'g'ildab ketdi. Azaldan his qilib baxmagan bu tuyg'udan hayron qoldim. Uning yalvurishi ham qarshilashiga qaramay, men uni mashinaga chiqarib oldim. Yo'l bo'yi uning yumilmaydigan vat-vat eg'izi chaplashib qolgandek bir eg'izmi gap qilmay o'ltiradi. Biz tag'am degan o'ringa kelib, mashinadan tushib ichiga kirdik. Men ko'zlarimga ishonmay qoldim. Mendan bekerak tag'am ko'zlariga ishonmagan edi. U bu tuyuqsiz ishdan hayron qolgan bo'lsa, mening butun badanimga titrak o'lishib, ko'zlarim to'rlashib ketyotdi. Ko'z oldimda bo'y egizligidan tatib, badan qurilmasigacha o'pma o'xshash ikki Filora turadi. Ularning ko'zlarimi bir-biriga tikilib qolgan edi. Men ko'zlarimga ishonmay qoldim.
Yetim Muhabbat nomli ko'p qismli ovozli asrimizning 10-qismini anglatdik.